Barchangizga yana bir bor xush kelibsiz va shu tadbir barchamizga muborak bo'lsin. Yoshlarga oid davlat siyosatining yuritilishida, ish bilan ta'minlanishida, bandlik bilan ta'minlanishida va bugungi kundagi startap loyihalar amalga oshirilishida hurmatli prezidentimiz ham qo'llab-quvvatlayaptilar. Bu loyihamiz davom etib kelyapti. Xursandmiz juda ham. Shunday. Men sizlarga hadya sifatida kitoblarimni olib keldim. Bu kitob siz uchun emas, balki bo'lajak liderlar uchun. O'sha narsaga sababchi bo'lsam va sababchi qilsa, hamma o'tirganlarimizdan bizdan baxtli inson bo'lmasa kerak. Rahmat. Sababi bu yerda o'tirgan insonlar va bu yerda o'tirmagan, keladigan insonlar sizlarda klientlar bo'lishi mumkin. Konnichiwa. Watashi wa Azun desu. Shunaqa deyiladi. Juda ham katta hajmda olib kela olaman. Biz bu hayotga o'zimizni komfortimizni yashab ketish uchun emas, boshqalarni komfortda yashashini ta'minlash uchun kelganmiz. Birovga o'rgatayotganingizda siz ko'proq narsani o'zingiz o'rganasiz.